100 mingta layk esa Eldor aka aravachani skuter olib beradi. Buni haydashga qiynalasizmi, qiynalmaysizmi? Qiynalaman. Bosasiz-ku. Bir kunda qancha yurasiz mana shunda? Tarvuz sotasiz. Tarvuz sot. Молодец. Nechta tarvuz sotyapsiz bir kunda? 10 dona. 10 dona. Necha pul qoladi? Pul qolmaydi. Qavob uchun sotaman. Savob uchun sotasizmi? Mashalloh, ana. Qarang, eshitdingizmi? Savob uchun tarvuz sotaman debdilar. Bu yoqqa savob qiladigan bo'lib turibdi. Lekin shu holatda ham savobga o'ylabdi. Xullas, mana shu ko'rib turgan veliklar, o'zi velikda ham o'zi tamom bo'lgan o'zi. O'zi zo'rg'a yuribdi velik ham. Ana shu videoyimiz 100 mingtagina layk yig'sa, men sizga elektromobilni olaman. Mana shunaqa 3 ana tarvuz sotasiz-ku, orqasida bagaji bor. Orqasida bagaji bor, elektromobil olib beraman. Haydalasizmi? O'zi tanlagan aravachani, skuterni olib beramiz. 100 mingta yig'sa, shu ukamizga elektromobil aravacha olib beramiz, xudo xolasa. Endi bosh qo'yinglar. Begzodjonga bitta qo'llavaringlar, mana emas, sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Ushbu videoni 30 ta odamga tarqatib, istoriyalaringni ham qo'yib qo'yinglar. Mana shu ukamiz o'zi savob yo'lida yurar ekan, qarang, savobga siz ham sherik bo'lasiz.